Kompyuter faqat bir va nollardan tashkil topgan. Go'yo butun bir katta okeanga o'xshaydi, ichida balolar, programmalarga o'xshab. Lekin shuncha nol bilan qaysi biri qaysi, nima qaydaligini qaydan bilib oladi o'zi aslida? Agar faqat 0-1 yozaversak, kompyuter ham tushunmaydi. Shunga har bitta dasturlashtirilda ma'lumot turlari bor va ular orqali kompyuter uni ustida nima qila olishini bila oladi. Masalan, tekst ko'rib uni ustiga ko'paytirish yoki bo'lib bo'lmasligini biladi. O'zimizda JavaScriptda ham 8 ta tur bor, lekin biz eng asosiy 5 tasini ko'rib chiqamiz. Birinchisi string, ya'ni tekst. Bitta qo'shtirnoq, bitta qo'shtirnoq, bo'lmasam backstick ko'rsanglar, xuddi shunga o'xshash qo'shtirnoq ichida yozilgan hamma narsa string bo'ladi. Tekstlarni yozaylik, lekin bular orasiga faqatgina bittasi orqali o'zgaruvchini kirita olamiz. Masalan, ism o'zgaruvchini Otabekka tenglaymiz. Backstick qo'shtirnoq ishlatib, ichiga dollar va burama qavs orqali qo'shib yuborishimiz mumkin ism degan o'zgaruvchini. Ikkinchisi boolean, rost yolg'on. Bu rost, yolg'on, bilmadim degan qiymatlari yo'q odamlarga o'xshab, lekin rost va yolg'oni bor. Bu qayda ishlatiladi o'zi aslida? Masalan, kompyuter egasi ism parolini olib qo'ying. Keyingi safar kirishga harakat qilganda bir-bir bilan solishtiramiz. Agar rost bo'lsa, uni kompyuterga kirgizamiz. Yolg'on bo'lsa, o'zingiz bilasiz qanday jazo berishni. Uchinchi turi number. Bizdagi oddiy raqamlarni number deb ataymiz, lekin ozgincha boshqacha joyi bor. Bu raqam, bu ham raqam va bu ham raqam. None, ya'ni not a number qachon ifoda haqiqiy raqam chiqara olmasa qaytaradi. Infinity bo'lsa, son juda kattalashib, xotiraga sig'may qolganda infinity qaytaradi. 4 va 5-lari null va undefined. Bitta faqra olaylik, ichiga hech narsa to'ldirmaylik. Endi atayin to'ldirilmagan bo'lsa 0 bo'ladi, aks holda undefined. Kodni ko'radigan bo'lsak, damlamadagi o'zgaruvchi yaratib unga hech qanaqa ma'lumot bermaganman. Bunda undefined. Endi esa unga ataylab 0 berib qo'yganman va bu qolganlari hay buni ataydan bo'sh qo'yganman degan ma'noni beradi. Ularni hammasini qanday tekshirsak bo'ladi? Type of orqali tekshirsak bo'ladi. Deyarli. Xohlagan brauzeringizga kirasiz va sichqonchaning tugmasini bossangiz, inspect degan joy turadi, eng oxirida ko'pincha odatda. Ana shuni bosasiz va bizga eng kerakli tomoni hozir JavaScript yo yurgizsak bo'ladi, kodini yurgizsak bo'ladigan qismi bu console qismi bo'ladi. Console'ga o'tamiz va aynan type of'ni ko'ramiz. Mana bu type of orqali biz ma'lumotlarimizni turini ko'rsak bo'ladi. Birinchi aytganimdek, type of deymizda string ko'raylik. Ikkita qo'shtirnoq ichidagi deyarli har qanday narsa string bo'ladi. Yo bo'lmasa backstick orqali bu kompyuteringizda chap tomoningizda tab bo'lsa, tab va escape va o'rtasidagi ko'pincha belgi bo'ladi. Type of hech narsa yozmasam ham string true qaytaraveradi. Endi raqamni ko'raylik. Type of 12 raqam. Type of 12.1. Bu ham raqam. Type of none. Okay, bu ham raqam va infinity ko'raylik. Type of infinity bu ham raqam qaytardi. Xo'sh, keyingisi esa rost yolg'on. Rost yolg'onni inglizcha true yoki false bilan qaytaramiz. Type of true boolean, ya'ni o'zbekchada mantiqiy to'g'ri yoki xato deymiz, lekin o'zi aslida to'g'ridan to'g'ri tarjima qilsak booleanga to'g'ri keladi ingliz tilida. Type of false deydigan bo'lsam boolean chiqadi. Hop. Keyingisini ko'radigan bo'lsak, taxmin qilib ko'ring, nechi chiqadi? Ko'rinib qoldi.
har qanaqa 12 string text qilib turib ham raqamlarni bersangiz bo'ladi va bunda har qancha raqam yozmang, baribir string chiqaraveradi.